Bahodir, Labbi aka. keldingmi? Ha, keldim. Oyoq kiyimingni yechmay turgan o'g'lim. Hop, tinchlik. Ha, Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 3-etajdagi Shavkat aka borlar. Ha, yangi qo'shni. Ha. Shularga olib tushib berasan. Hop. O'zim damladim oshni. Olib tushib qaytib chiqma. Oldilarida bir pas o'tir, gaplashib o'tir, savob bo'ladi. Choylardan xabar ol, xo'pmi? Hop. Obor. Shavkat aka choydan iching. Rahmat. Yoqimli ishtaha. Rostoqding qildimi? Ha, adamlar o'zlari qildilar. Joni osh bo'ldi lekin. Shavkat aka, Ha? ichishadi endi so'raganni aybi yo'q deb. Farzandlaringiz bormi? Bor. Bitta o'g'lim, bitta qizim bor. Mani o'g'lim. Mani suyanchig'im. Qayerga borsam, men bilan birga. Qizim bo'lsa, tummani qarab, dorilar turibdi. O'sha mani qizim. Kasal bo'lsam, darrov menga yordam berishga shay turadi. Naqa. Lekin bilasanmi? Men o'g'il ko'rganimda juda xursand bo'lganman. Mahallaga yurtga osh berdim. Butun borlig'imni shunga berdim. Kuch-quvvatimni berdim. Hech narsaga muhtoj qilmadim. Mani xatoyim shu bo'lsa kerak. Butun mehrni o'g'limga beribman-u. Qizim bo'yi yetilib qolganini sezmay qolman. Mehr berman. Lekin hozir qizim baxtli hayot kechiryapti. O'g'li bor. Oilasi bilan baxtli. Sizdan xabar olib turarlarmi qizingiz? Xabar oladi. Bir yilda bir yoki ikki. Bolam, men senga bir gapni aytsam. Otangni oyog'i og'rishini bilasanmi? Bilmaysan. Otalik yetmaydi. Sen hushyor bo'l, bolam. Mana ertaga farzand katta qilyapsan. Nima qilsang, qo'llaringdan qaytadi. Bu qaytar dunyo. Argon preparat. Yaxshi narsa ekan bu. Bahodir, Labbi. buni qayerdan olding buni? Manmi? Argon preparatini otangga ber. Bu bo'g'in og'rig'iga, oyoq og'rig'iga, suyak og'rig'iga juda ham foydali. Vaqtida oldin ol. Men berganimni otangga aytma. Xo'p. O'zim oldim degan. Otang xursand bo'ladi. Xo'p. Shu o'zim oldim. Ko'plar maslahat berdi. Yaxshi preparat deb o'shanga. Oyog'ingiz ham og'riyotdi-yu, shifo bo'lsin deb olib keldim. Oyog'im og'riyotganini qayerdan bilding? Endi sezdim, uyda u yoqdan bu yoqqa yurganingizni ko'rib, sezdim deb o'shanga olib keldim. Hushyorsan o'g'lim. Mana qara, shuni olgan joyingdan-chi yana bitta olib kelgin. Xo'pmi? Xo'p, kimga unisi? Hay, o'sha Shavkat akangga olib tushib beraman-da, u ham yetim-betim og'riyotdi deb yuruvdi. Xo'pmi? Savob bo'ladi. Bo'ptimi? Bo'ldi, xo'p, hadi. Baraka top. Zakaz qilib qo'yaman. Bo'ldi, baraka top. Xo'p. O'tiring. Ya bismillah. Mana. Ehtiyot bo'ling. Qani? Duo qilingchi. Allohim bir-birimizdan qilamiz. Allohu akbar. Yaxshimisiz? Yaxshi. O'zingiz qalaysiz? Yaxshi. Yaxshimisiz? Ha, mana o'tiribman endi. Ha, tanishsa bo'lsin. Mana qarang, men sizga zo'r narsa olib keldim. Bu zo'r preparat ekan bu. O'g'lim olib kelgan ekan, ada sizga deb. Shuni men sizga ilindim.
Ana kuni gaplashganimizda etim betim og'rib turibdi dedingiz-ku. Ana shu bo'g'imlarga, suyaklaringizga mana rasmini ham qo'yib qo'yibdi mana. Mana ko'ring. Zo'r ekan. Ha, zo'r ekan. Men o'g'limga aytdim, menga boshqasini olib kelib beray. Baxtiyorjon. Rahmat. Arzimaydi. Rahmat boringizga shukr. Lekin o'g'lingizga yaxshi tarbiya berasiz. Rahmat. Rahmat. Siz ham shu yoshlikda ota-onangizga qilgansiz. Mana bolangizdan qaytib turibdi. Baraka. Hali bir donishmand aytgan ekan. Sen ota-onangga har nima qilsang yaxshilik, kut bolangdan yaxshilikka yaxshilik. Baraka top. Yaxshilikni ko'rib turibsiz. Men endi qattiqdir tarbiyada yanishtimmi bilmadim. Ikkita farzandim bo'lsa ham Shokat aka, menga qarang. yolg'iz qolib Menga ketdim. qarang. Aka, bo'ldi. O'tgan narsani eslamang. Bo'ldi. Menga qarang. Boyiga osh qanaqa chiqibdi? Osh, Yoqdimi? osh yaxshi. Ha, ana. Vatani g'ayrat. Ana, sog' bo'lsin. Qo'y go'shtidan qaynatma sho'rva tashab qo'yingman uyda. Hali kechki ovqatni ham kelamiz birga qilamiz. Yaxshi bor ekansiz. Tanish sog' bo'lsin. Sizdek qo'shnim boridan Mana iching. xursand. Baxtiyorjon. Ilohim, shu bolalaringiz rohatini Rahmat. rohatlanib qo'ying, ilohim. Rahmat.